qancha yerda beradi? Mana bu yil bizlar yangi texnologiyalarni olib kelib 26-yil paxta ekish uchun Xitoydan Laval traktorlar keldi. Mana Turkiyadan selkalarimiz keldi, qo'shqatar 66-10. Buning afzalligi dim zo'r ekan. Odam ishlatmay, mana o'zi sanab tashiydi. Ertaga yagana chiqsa, yagana qilinmaydi. Mana izina burunqidek qadimgi selkalarimizda izinda odam yurib, tushmay qolib taqilib qoladi. Bu da bunday narsa yo'q. Kompyuterda hammasini sanab, aniq ko'rsatib turadi. Metrdan necha tushganini. Bu bizlarga dim yaxshi keldi bu. Oldingidan bu paxta mashinga mos. Paxta tergan vaqtda paxta mashina bilan bemalol teraverasiz. Oldin bizlar 60'larda paxta mashinasi terdirib ko'rdik, tera olmadi, to'g'ri kelmadi. Bu paxta mashinasidan mos, mana aytib qo'ying. Yaganadan, o'taqdan hammasidan qutulamiz. Mana oldinlari ertalab boshlardi, kechgacha 10 gektar, 15 gektar ekan. Bu da hozir kunni to'xtatmasdan kruglashuvni avtopilot qo'yganmiz. Buning afzalligi rolda umuman odam ushamaydi. Isminchik yek isminada ertalab tushsa, ertagacha 30 gektar egadi. Oldinlar kun batqandan to'xtab qoladi. Buni afzalliklari bari shu yerda buning. Qo'shqatardim, buning zurriyatidim yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bu o'tganlar, yekkanlar aytib turibdi, 70-80 sentrdan paxta oldik deyapti. Bu 70-80 sentner degan paxtamiz oldin 40 dan olgan bo'lsak, 80 dan olsak bizlar 2 yilga paxtani 1 yilda olganimizda fermer boy bo'lsa, o'zingiz bilasiz, xalq boy bo'ladi. Endi bizlar bu texnologiya bilan bizlarning bu yilga 49 gektar rejamiz. Shu paxtani 50 gektar etib yegamiz, xudo xolasa, shu bilan. Bu yerda misol uchun bizlarda mana birinchi buni ekishda mana paxtani ekkandan keyin birinchi yagana qilish kerak. Gektariga misol uchun ishchi kuchini olib kelsangiz, kamida gektarni 500-600 mingdan qiladi. Shu yerda 1 gektarda misol uchun yagana qilinmasa, o'zi buni sanab tashab ketadi. Shu sanab tashab ketgandan keyin shuni o'zi 1 gektarda o'zi 500-600 mingni fermer o'zi shu yerning o'zida bir foyda ko'rib turibdi-da. Ham sifatli bo'ladi bu. To'shni standart 5 santim, 5 santim, 10 santim, 10 santim bo'lgandan keyin bir tekis bo'lgandan keyin paxtaning hosili sentneri ko'payib boraveradi buning. Tüp sanı da ko'p, ya? Tüp sanı da ko'p bo'ladi. Shu yerda afzalliklari ko'p buning. Masalan, oldinlar ketmani ishlatib, yaganada qancha paxta qirilib ketardi. Bu yerda xudo xolasa, u yagana qilinmaydi. To'g'ri o'taq darilar sevilgan. O'zi to'g'ri kultivatsiya bilan o'g'it berib, ertaga to'g'ri qarg'arib suv ochib, bittasi davona tayyor bo'lib turaveradi. Paxta mashin bilan teradi, xudo xolasa buni. Paxta mashinga moslangan bu. Masalan, 1 tonna paxtani 2000 so'mdan teradigan bo'lsak, 2 million bo'ladigan bo'lsa, paxta mashin 1000 so'mdan teradi. Shu yerning o'zida tonnasida 1 million daromad qilib turibdi. Men o'zim yilda 250-300 tonna paxta topshiraman. Shu yerda 250-300 million foyda etib turibman men o'zim. O ishchi kuchini texnika bilan aparasiz, boshqa o rasxoti ko'p buning. Shu yerlardan ko'p bizlarga afzalliklari buning.